Hozirgina ichki ishlardan qo'ng'iroq qilishdi. Benomusmi, benommi, qaysi guruh bor edi, o'shani prodyuseri ustimdan yozib beribdi kechagi tanqidim uchun. Bundan tashqari yana bitta buzuqlikni targ'ib qiladigan xotinim ustimdan yozib bergan. Ayni paytda uning ham ishi ketyapti. Mana shunaqalarga qaratib bitta gapni aytmoqchiman. To'dalanib kellaring. To'dalanib kellaring, baribir bu yo'limdan qaytmayman. Men 12 yillik umrimni davlat chegarasida jinoyatchilarga qarshi kurashib o'tkazgan odamman va bundan keyingi umrimni davlatning ma'naviy chegarasida buzg'unchilarga qarshi kurashib o'tkazaman. Buzg'unchi g'oyalarga qarshi kurashib o'tkazamanki va bu buzg'unchi g'oyalaringni bizning millatning shuuriga singdira olmaysanlar. To'dalanib kellaring. Va men bu yo'limdan hech qachon qaytmayman. Vatan omon bo'lsin. Bizning yigitlarimiz yovlar oldida tiz cho'kmasin, lekin sevgan qizi oldida bir marta bo'lsa ham nomiga tiz cho'ksin. Gapirsa dodvoy solib yozib berasanlar. Gapirmasa har xil axlatni xalqning shuuriga tiqishtirmoqchi bo'lasanlar. Nima? Ustidan yozib bersak bizdan qo'rqadi, biz haqimizda gapira olmaydi deb o'ylaganlaring. Mana o'lsam o'lamanki bu vatanda buzuqlik targ'ibotiga yo'l qo'ymayman. Agar kimda kim buzuqlikni targ'ib qiladigan bo'lsa, birinchi bo'lib qarshisidan men chiqaman. Balki senlarning ota-bobong ayollarning poyiga tiz cho'kib cho'qinib yashagandir. Lekin bizning asl hamiyatli o'zbek erkaklari zinhor va zinhor ayolning poyiga tiz cho'kmaydi. Tiz cho'ksa faqatgina bayroq oldida va Allohning oldida tiz cho'kadi. Asl erkak muhabbatini tiz cho'kib emas, ayolni asrab, avaylab ko'rsatadi. O'zi avvalosi senlarga kim qo'yibdi erkaklik haqida gapirishga? Umrlaringda mayli 1 yil emas, 1 oygina hech bo'lmasa xizmat qilganmisanlar. Shaxsan men 12 yil vatan uchun xizmat qilganman. 12 yil jinoyatchilarga qarshi kurashganman va bundan keyingi umrimni ham ma'naviy jinoyatchi buzg'unchilarga qarshi kurashib o'tkazaman va men asl erkak qanday ekanligini juda yaxshi bilaman. Men xizmat qilgan paytimda senlar lalalla tralalla qilib qizlarga qo'shiq aytib yurgansanlar. Haqiqiy erkak kerak bizga. Bizga yoradigan erkaklar kerak, yozadiganlar emas. Shu o'rinda dangal bitta gapni aytaman. Haqiqiy erkak ayolning poyiga tiz cho'kmaydi. Tiz cho'kdimi demak erkak emas. Gapim kimga yoqmasa xohlasa so'rab olishga oldimga kelsin, xohlasa ustimdan yozib bersin. Endi xalqimizga bir gap aytmoqchiman. Mana bu tabi nozik bolachalarga qaysi nom ko'proq yarashadi? Benommi yoki benomus? Shuni unutmalaring. Bu millat erkaklarining hamiyatini o'ldirishlaringga hech qachon yo'l qo'ymaymiz. Vatan omon bo'lsin. Benom guruhi o'zini benomus deb atasa ko'proq yarashar ekan. Siz ko'rib turgan ushbu lavha ham katta ehtimol bilan hayp uchun qilingan. Odat e'tibordan chetda qolayotganlar mana shunaqa hayp qilib turishadi. Sizlar nimani targ'ib qilyapsizlar? Qay zamonda nomusli erkak ayol kishining poyiga tiz cho'kkan? To'g'ri, bu hamiyatsiz g'arb jamiyatiga yarashaveradi, lekin biz sharqliklar buni o'zimizga zinhor va zinhor qabul qila olmaymiz. Biz ayolni har qancha muqaddas bilmaylik, uning poyiga tiz cho'kmaymiz va poyimizga ham tiz cho'ktirmaymiz. O'zi umuman merrimi degan nomussizliklar bizga qayerdan kirib kelyapti? Biz azal-azaldan ota-onaning roziligi bilan oila qurgan millatmiz. Bizga bunaqa isqib tashviqotlarni tiqishtirmanglar. Biz uchun oila ommaga ko'z-ko'z qilinadigan emas, aksincha ommadan yashiriladigan muqaddas munosabat. Benom guruhiga aytar gapim shu. Nomingiz bo'lmasa ham nomusingiz bo'lsin. Yo'qsa nomingiz nomussiz bo'ladi. Vatan omon bo'lsin.